Assalomu alaykum. O'zmilliybank AJ Urgut bank xizmatlar markazi ko'magida Urgut tumani Taroqli mahallasida bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida 11 gektar yer maydoni ajratilib, ushbu maydonda 34 ta dehqon xo'jaligi faoliyat olib bormoqda. Hozirgi kunda har bir xo'jalikda kartoshka ekinlari yetishtirilmoqda. Hozirgi vaqtda kartoshka ekinlarining holati yaxshi, ekilgan maydonlarda nihollar barqaror o'sib chiqqan, tuproq namligi me'yorida saqlanmoqda. Dehqonlar tomonidan agrotexnik tadbirlar, jumladan sug'orish, yumshatish va begona o'tlarni yo'qotish ishlari muntazam olib borilmoqda. Umuman olganda ekinlarning rivojlanishi qoniqarli va kelgusidan mo'l hosil olish kutilmoqda.